Aka, rozi bo'lasiz endi toychog'ingizda aylanib ketyapmiz endi aka. Shuncha mehnat Yaxshi go'zal chiqdi. Tashqaridan bitta ko'rsatsam ukam. To'xtaymi? Bitta ko'rasizlar. Lekin yurishi bor, u mashinani mana rullariga bitta ahamiyat bering aka. Mana buni qarasangizchi, Malibu bar, to'g'ri mexanika, lekin ruchnoylari bilan. Ha? Shuni ham bitta ko'rsataylik. Bo'ldi. Aka, apelsinoviy salonni qarasangizchi. Siz uchun bor, orqa eshiklarni ham ochib ko'rsataman. Dodda turibdi, ha, diskalarni qarang. Bilasizmi, menga 2-3 ta juda ham ana yoqqan joylarini ko'rsatmoqchiman sizga. Asosiysi orqa farasi juda ham shu o'lib qoldi bor. Ikkinchisi mana pasatka, aka. Ko'ryapsizmi? Turuvni. Ular ko'rgan odam buni pnevmasi bormikin deb o'ylab qoladi-da. Mana bu old tarafdan ham bitta videoga baho bering. Даже siz maza qiling aka deb, ana hech qanaqa kam ko'st bo'lmasin deb remellarigacha mana aytadiki. Doda chiqdi, xudo xolasa. Der qarab ko'rsatay. Jonon chiqqan-a. Xullas, qanaqa mehr berish kerak bo'lsa, hamma mehrni berdi-da. Rullarni ko'ryapsizmi? Aka, aytaymiz-ki, hammasi avtovitsinni mehnati, aka. Men ko'rib turganlaringiz vitsin tonirovka bo'ladi. Даже mana bu neonlaynni ko'ryapsizmi? Bir xil qilib qo'yganmiz. Bitta ma'lumotni yetib ketishim kerak aytadiki. 7 ta ishtirokchi tanlab olamiz deganmiz. Bittasini tanladik, xudo xolasa. Ikkinchisini aniqlaymiz, faqatgina bu siz akkauntingizda bo'ladi. Ya'ni bizani bilasizlar, avtovitsin.uz glавный akkauntimiz bor. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, prosta obuna bo'lib qo'ying. Sizga nasib qolishi mumkin. Shunaqa. Menga obuna bo'lishingiz shart emas. Bu qalbdan chiqayotgan gaplar o'rtoqlar. Kimgadir nasib qiladi shu 7 ta ishtirokchidan bittasiga.